Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun biz Kirgili bozoridamiz. Mebellar har xil arzon narxlarda, ozroq ishlatilganlari, yangi holatlardagilari bor. Mana hozir mebelimiz ustasi bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum keringlar. Aka, yaxshimisiz aka? Juda yaxshimi? Bilyapsizlarmi? Aka, bu xohlasa mana bugun nechinchi sanamiz? 19-noyabr sanasi. Xohlasa narxlar Kirgili bozorida arzon qilib beramiz obunachilarga. Asadillo yangi gruppaga xohlasa Asadilloda obunachilarga narxlarni arzon qilib beramiz. Ko'rkamiz nechi pul aka? Xo'p, ko'rkamiz mini kichkina qilingan 1,5 lik Liza. Xo'p, narxini 1 million so'm qilib beramiz obunachilarga. Obunachilarga. Ichini ochingcha aka bitta ko'raylik. Mana men polkalari bor, hozir polkalar. Ayb nuqsonlari bo'lsa, borini aytib o'tib ketamiz obunachilar. Ochig'ini aytib. Aybi nuqsoni mana shu oshmoqchig'ini tagida jichcha aynay sinib qoldi. Atak qolgan joylarda mana sal o'rnatilayotganda sinib qoldi. Atak qolgan yerlari ham yo'q. Aynagini artib yubordilar aka. Jichcha artib, pardoz ishlari bor xolos. Narxini 1 million so'm obunachilaringizga qilib beramiz, chiroyli. 1 million so'mdan. Yana yo'lini qilib beramizmi? Yo'q, oxirami. Oxiri, xo'p. Xo'p, rossiyskiy servantimiz. Xo'p, bitta aynayini sindirib qo'ydik. Misol, bu aynayni qo'yib xohlasalar qo'yib beraveramiz. Qo'yib berasiz obunachilarimizga. Qo'yib bering, siz qo'yib beraveramiz. Ishlarni ochib ko'rsating. Nuqsonlari bo'lsa ayting bizga obunachilar. Borini aytib hamma yo'q joyida xudo xolasa. Savdo qilamiz biz. Qayerda polkalari qo'yib qo'yamiz. To'g'lab qo'yilaveradi. Narxi 500 ming so'm qilib beramiz. 500 ming. Razmeri nechi? Narxi arzon ekan. Hop, razmeri 120 lik. 120. O'rtasidan ajraydi, 2 ga ajraydi. 2 ajraydi. Bo'yi 2 metrlar bor ekan. Ha, bo'yi baland, yaxshisi. Xo'p, servantlarimiz. Servantlarimizni hop, aynayligi 500 ming so'm deyapmiz. Hop. Donasini. Narigisi ayna yo'q, 450 ming so'm beramiz. Agar ikkalasini bitta qilib olamiz desa, ayna qilib berasiz. Ha, yo'q, ikkalasini bitta olamiz desa, o'tib ham beramiz. Ayna qo'yib beramiz, o'tib ham arzonroq qilib beramiz. Xo'p. Kravatimiz, divanimiz. Xo'p. Matraslari baquvvat. Xullas, ayshida jichcha cho'kkan joyi bor aybi. Tayida displarim sol splashnoy oyoqlarigacha qalin baquvvatidan. Narxini 800 ming qilib beramiz. 800 ming. Arzon ekanmi? Spalni garnitur. Spalni garniturimiz hozir men video qo'yay aka obunachilarimizga. Holatlari hamma joyida. Yangidek bir ayb tumbasi yo'q ekan. Matraslari tekis holda, mana tayda displaylari butun. Tiniq holda turibdi. Qani taymni ko'rsatib bering. Mana taylari splashnoy butun displayda turibdi. Bo'ldi. Birorta joyida MDF ekan, eshiklari MDF. Eshik oldinlari mana shifonnellar o'rtasi polkali, mana orqasi daplarigacha tiniq birorta joyi shilinib netib urinib, boshqa yo'gani yo'q, oyoqlarigacha o'zini holatida turibdi. Ikkita chekkasi vishilkali. Ikkita chekkasi vishilkali. Bu butun teriladi-a? Ha, mana shu 3 ga ajraydi, yo'q, butun terilmaydi. 3 ga ajraydi, ha, 3 ga bo'linadi, 2 keshikli ham. Nech pul qilib beramiz Spani garniturda? Spani garniturda 4 million so'm dastavkasini vodiy bo'ylab qilib beramiz. Vodiy bo'ylab qilib beramiz, bo'ldi. Xo'p, kupeli shifonyerimiz. Kupeli shifonyerda xohlasa, ana divani bilan qo'shib bitta narx aytamiz. Xohlasa shifonyerda o'zini 2 million so'm deyapmiz, o'tib beramiz. Shifonyerda o'zini nech pul qilib berasiz? 2 million so'm kamaytirib beramiz. Xo'p, o'rtasi ochinchi aka. Kichikasi kiyim ilaydigan, o'rtasi kiyim taklaydigan mana. Yaxshi holatda turibdi. Hop, 2 millionga. Divani tremolari bilan bo'lsa 2,5 million so'm qilib beramiz. Divani mana u. Tremosi uyda. Tremosi uyda. Komplekt bo'lsa qilib berilaveradi. Komplekt bo'lsa ham qilib beraveradi. Xo'p. Bu rossiyskiy shifonyerimiz. Antresolda alohida bo'ladi, ajraydi. Hop. Ichlari ham mana joyida, orqasi faner radnoyda ishlab turibdi. Narxini 1 million so'm qilib beramiz. Ichlari polka. Fanerlarigacha joyida turibdi. Polkalari g'aladonigacha bor. Nech pul qilib beramiz obunachilarga? Narxini 1 million so'm qilib beramiz. 1 million. Bo'ldi. Toqa divanimiz rossiyskiy temir oyoqli.
Narxini 500 ming so'm qilib beramiz. 500 ming qilib beramiz. Bo'ldi. 500 ming qilib beramiz. Buyoqda ham joyimiz bor. Shifonercha. Detskiy shifonercha. obunachilar so'rashyapti shundan. Mana. Hamma yo'llari pokiza ishlatilgan ekan. Razmerlari qanaqa buni? Razmeri 1.40 ga, bo'yi 1.30. 1.30. Necha pul qilib beramiz? Narxini 400 ming so'm qilib beramiz. Bo'ldi. Orqasida sondiqni ko'ramiz. Sondiq ichlari, choglari ham ochilib netmagan joyida turibdi, hamma yo'g'i. Narxini 450 ming so'm qilib beramiz. Kreslolarimiz rossiyskiy, oyoqlari ham yo'q radnoy holda turibdi, materiali ham radnoy. Donasini 200 ming so'mdan 400 ming baho aytyapmiz. Bo'ldi. Bu tumbachamiz. Tumbachamizni 150 ming qilib beramiz. Rolinglargacha zo'rdan qo'yib berganmiz. Mana kirib chiqishlari ham yo'q joyida. 150 ming so'm. 150 ming. Ashini tremosi bor. Ikkalasini olsa yana ham yo'lda qilib beramiz. Ular tremoyimizni 300 ming deyapmiz, baho aytyapmiz. Toqalarimiz, matrasi yo'q. Mashturish o'zi baquvvat, bunaqa taxtalarni yong'oqdan qilgan ekan. U taydib nimalari ham, taxtalari ham baquvvat ekan. Ular 400 ming so'mdan qilib beramiz, ikkita bor. Ikkita bor. Matrassiz tekis yotaman degan. Ular sizdan emas narigilar, ha? Ular sherikdan. Narxini bilmaymiz. Obunachilar bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, kelishtirib arzon qilib beriladi.